Assalomu alaykum. Yana bir sentr avgamiz ketyapti. Kecha o'lishiga qaramay Tojikistonga berib boryapti. Tojikiston Dushanbega. Akamiz biz internetdan anchadan beri kuzatar ekan. Sentr avgani eng zo'rini bering deydi mana. Eng zo'rini qilib, hamma yo'q almashadigan darajada qilib patronlar hamlashadi. Bu ham hatto oyoqlari ham yechiladi. Soplari ham to'kilmaydan tekstalatli quymadan qilib, chiroyli qilib, hatto rotorlarni ham qorong'i shkol 2 kilovatdan berdi. Bizni kuzatib yurar ekan akamiz. Rotorlarni ham ikkita qilib cho'tkalarni ham ko'proq berdi. 6 ta cho'tka berdi. Ikkita bunda, ikkita bunda ko'proq beravering dedi. Qilib, xudo chegaraga berib yuryapmiz. Kimga shunaqa sentrifugalar, rotorlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Soat mana 11 ga qarab ketadi yaqinda hozir. Bolalar mana hali ham ishda. O'zimiz chiroqli yetkazib, o'rnatib yurgizib beramiz. Usta bir narsa deb qo'ying endi. Mana ustalar yasagan, o'zi mana bolalar yasagan, mana qora akalar kech-o'chan ishlayapmiz. Bizda ishxonada hamma matrasda so'z. Mana ko'ryapsizlar mana. Bir kema o'laylik deyman bolalar yana. Ko'ryapsizlar, mana shu matras asosida ishni qilamiz. Xudo xolasa hammalarga rahmat. Chiroyli qilib beramiz.